Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keling birgalikda Amerikada shifokorlarga qanday to'lov qilinadi, mana shu haqida gaplashamiz. Mana bu yerda yozib olaylik. Demak, shifokorlarga to'lov deb. Ya'ni ular qanday qilib ish haqqini olishadi. Birinchi usul bu har bir xizmat uchun, demak, haq olish. Mana bu yerda yozib olamiz. Demak, xizmat uchun to'lov. Xizmat uchun to'lov qilinadi. Bu nima degani? Hozir birozdan so'ng batafsil gaplashamiz. Ikkinchi usulni ko'rib olaylik. Bu jon boshiga. Demak, jon boshiga to'lov va uchinchi usul, nihoyat uchinchi usul bu ish haqqi. Demak, ish haqqi. Endi ularning keling har biri bilan birma-bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi galda xizmat uchun to'lov. Bu nima degani? Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz masalan restoranga kirdingiz yoki qanaqadir ovqat yeyish joyiga kirdingiz va u yerda siz birin-ketin choy, non, ovqatni demak buyurtma qila boshlaysiz va ularning har biri uchun ma'lum bir summa belgilangan va umumiy summa sekin-asta ko'payib boraveradi. Ya'ni har bir xizmat uchun, har bir ovqat uchun siz alohida pul to'laysiz va oxirida umumiy qilib ma'lum bir hisobni to'lab chiqib ketasiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Demak, shifokor bir inson uchun bir necha xizmatlarni bajaradi va mana shu xizmatlarning har biri uchun to'lov oladi. Oxirida demak umumiy bir yaxlit summa kelib chiqadi. Mana shunday tushunishingiz mumkin bu usulni va ikkinchi usul esa bu jon boshiga to'lov. Bu nima degani? Keling ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni har bir inson uchun, ya'ni jon boshiga degani, ya'ni bir bosh uchun, bir bosh degani demak bir odam degani. Mana bu yerda keling yozib o'tamiz. Demak, bir bosh bu bir odam degani va har bir inson uchun siz alohida qanchalik ko'p xizmat qilishingizdan qat'iy nazar alohida bir inson uchun bir to'lovni qabul qilasiz. Demak, yozadigan bo'lsak, bir insonda demak qilinadigan xizmat uchun siz to'lov olasiz. Bu xizmat qanchalik ko'p bo'lishi mumkin yoki kam bo'lishi mumkin, buning ahamiyati yo'q. Sizda umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni ro'yxat bor va mana shu ro'yxatga ko'ra siz bu insonga xizmat ko'rsatasiz yoki demak a'zolar bo'yicha demak siz xizmat ko'rsatasiz mana shu insonga. Endi mana shu haqida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni jon boshiga xizmat haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu o'zi bu qachondan boshlangan aytib o'tadigan bo'lsak, dast avval 1960-yillarda sug'urta kompaniyalari, masalan Medicare o'sha paytda ommalashgan, aynan o'sha paytlarda birinchi marta xizmat uchun to'lov o'sha paytlarda asosan xizmat uchun to'lov ommaviy bo'lgan. Ya'ni mana shu birinchi usul bu demak qadimiy deylik. Ya'ni qadimiy usul bu aslida va keyinchalik esa sug'urta kompaniyalari tomonidan jon boshiga to'lovni joriy qilish boshlangan. Ya'ni bu yerda endi shifokorlar har bir xizmati uchun emas, ularga ma'lum bir guruh berilgan, ya'ni 1000 ta bemor berilgan va mana shu 1000 ta bemorning barchasi ham albatta bemor bo'lmaydi. Ya'ni mana shu 1000 ta insonga ular qaraydi va ularga qancha ko'p xizmat ko'rsatishdan qat'iy nazar faqatgina mana shu 1000 kishi uchun oyiga aytaylik $25 dan to'lab boradi. $25 bu 1000 inson uchun demak $25,000 bo'ladi. Umumiy qilib aytganda mana shunday xizmat to'lovi joriy qilingan aynan o'sha paytlarda. Albatta bu holat juda ham yaxshi bo'lgan, chunki bilasizki, sug'urta kompaniyalari demak insonlardan ma'lum bir miqdordagi mablag'ni demak yig'ib oladi va mana shu mablag'dan foydalanib shifokorlarga oylik chiqarib beradi. Albatta siz bemorlarning ko'rigida, ya'ni har bir ko'rikda ma'lum bir ro'yxatdagi tekshiruvlar bo'ladi va mana shu tekshiruvlarni siz doimiy ravishda qilib borasiz. Lekin undan ortiqcha bo'lgan murakkab operatsiya yoki kasalxonaga yotib davolanish va qimmatroq bo'lgan xizmat
xizmatlardan foydalanishga to'g'ri kelganda, endi sug'urta kompaniyalari bu yerda to'lovni amalga oshirmaydi va ular boshqa yo'l bilan to'lov qilishadi bemorlar. Demak, sug'urta kompaniyalari tomonidan 1960-yillardan keyin mana shu jon boshiga to'lov joriy qilingan va mana shu to'lov albatta bu shifokorlar uchun qulay bo'lmagan yo'l hisoblanadi. Ya'ni shifokorlar uchun albatta har bir xizmat uchun to'lov qilish bu juda ham qulay. Albatta bu juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. 1990-yillardan keyin ular yana Amerikada mana bu holatga qaytishdi. Ya'ni xizmat uchun to'lovni joriy qilishni shifokorlar tomonidan talab qilindi va ular hozirda faqatgina xizmat uchun to'lovlarni amalga oshirishadi va bu albatta shifokorlarga afzaldir. Ya'ni birinchi usulda to'lovlarni qabul qilish, ikkinchi usulda esa bu ko'proq demak sug'urta kompaniyalari uchun afzalroq. Albatta bu yerda aytishimiz mumkinki xizmatlarning turini ko'payib ketishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni mana bu birinchi usulda to'lov amalga oshirilsa, chunki bemorlarga kerakmi kerak emasmi ba'zi tekshiruvlarni yozib beraveramiz va buning oqibatida to'lov qiymati oshib boraveradi. Va albatta murakkab tekshiruvlar bor, qimmat tekshiruvlar bor va ularni ham siz kerak emas holatlarda ham joriy qilishingiz mumkin va buning oqibatida bemor ko'proq miqdorda to'lovni amalga oshiradi. Albatta bu to'lovlarni sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplanadi, lekin baribir bu shifokorlar uchun afzal bo'lgan birinchi to'lov usulidir. Ikkinchisi esa bu ko'pincha sug'urta kompaniyalarida albatta bu foydali hisoblanadi, chunki ular murakkab holatlar uchun ular pul to'lamaydi, faqatgina shu ro'yxatdagi bor va mana shu guruhga a'zo bo'lgan insonlar uchungina ular to'lovlarni amalga oshirishadi. Agarda jiddiyroq tekshiruvlar kerak bo'lsa, demak ular bu to'lovlarni amalga oshirishmaydi. Demak, bu siz mana bu ikkinchi usulda bir oyda nechta insonga xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz, mana shuncha miqdorda mablag' olasiz. Albatta mana shu yerda keling yozaylik, ya'ni siz demak bir insonga bir oyda demak xizmat ko'rsatasiz va mana shunga qarab turib siz maosh olasiz. Albatta bu holat sug'urta kompaniyalari uchun ahamiyatli hisoblanadi, lekin shifokorlar uchun bu qandaydir xavf tug'diradi. Albatta bu ikkinchi usul faqatgina sug'urta kompaniyalari uchun afzal deb yuqorida aytib o'tdik, chunki bilamizki bu usulda demak shifokorlarda qanchadir xavf paydo bo'ladi. Demak, mana bu yerda keling mana shu xavflar haqida gaplashamiz. Ya'ni aytaylik, agarda siz kichikroq vrachsiz, ya'ni siz hali to'liq shifokor sifatida tanilmagansiz va sizda mana bu aholi soni ham kam va siz bir oyda aytaylik ma'lum bir miqdorda bemor kelishi mumkin yoki kelmasligi mumkin va shunda sizda xavf paydo bo'ladi. Ya'ni ba'zi oylarda sizda bemorlar soni ko'payib ketishi mumkin, ba'zi oylarda esa aksincha bemorlar soni kamayib ketishi mumkin. Ko'payib ketganda ham ya'ni bu holatda shifokorga aziyat yetadi, ya'ni u ko'proq mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Lekin keyingi oyda agarda bemorlar soni kamayib ketsa, demak siz maoshsiz qolishingiz mumkin. Albatta bu holatda sug'urta kompaniyasi hech qanday xavf bo'lmaydi, lekin shifokorda mana shunday jiddiy xavf paydo bo'ladi. Endi uchinchi oxirgi usulga ko'radigan bo'lsak, ya'ni ish haqqi bu nima degani? Bu ish haqqi sizda demak yillik yoki oylik hisobda bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda sizda jamoa bo'lishi kerak. Ya'ni ma'lum bir yo'nalishda sizda demak jamoa bor va siz mana shu jamoani ishlatganingizda, ya'ni ma'lum bir bemor uchun demak mana shu bir jamoa bo'lib ishlaysiz va umumiy yig'ilgan mablag'lar mana shu jamoaga demak beriladi va u yerda endi har bir jamoa a'zolari ma'lum bir miqdordagi pul mablag'larini demak bo'lib olishadi. Endi ish haqqi deyilganda mana shu holat demak nazarda tutiladi. Ya'ni sizda demak ma'lum bir miqdorda ish haqqi doimiy ravishda bo'ladi va bunda albatta juda ham katta ishlar bajarilishi kerak. Demak bunda sizda jamoa bo'ladi va mana shu jamoa bilan birgalikda siz demak katta amaliyotlarni bajarasiz. Demak amaliyot deb yozib olamiz. Demak mana shunday katta amaliyotlarni bajarishda albatta bizda katta guruh bo'lishi kerak va mana shu guruh o'rtasida yig'ilgan mablag' taqsimlanadi. Endi har biri uchun yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Ya'ni birinchi holat kim uchun afzal deb
qaraydigan bo'lsak, agarda ya'ni xizmat uchun har bir xizmat uchun to'lov bu har bir vrach uchun, ya'ni u yosh bo'ladimi, tajribali bo'ladimi, tajribasiz bo'ladimi yoki uning bemorlari ko'pmi, kammi farqi yo'q. Bu har bir shifokor uchun afzaldir. Demak, mana bu yerda yozib o'tadigan bo'lsak, ya'ni har bir shifokor uchun demak bu holat afzal bo'ladi, ya'ni xizmat uchun to'lov. Va hozirda Amerikada aynan mana shu usulda to'lovlar qabul qilinadi. Endi jon boshiga to'lov esa bu demak har bir shifokor uchun, albatta bu ham har bir shifokor uchun afzaldir, lekin bu holat bir qiyinchilikni tug'dirishi mumkin. Ya'ni sizda hali shifokor sifatida demak siz tanilmagansiz va sizda hali bemorlar soni ko'p emas va bu holatda sizda demak qiyinchilik tug'diradi va birinchi oyda siz mayli sabr qilishingiz mumkindir. Ya'ni bir shifoxonada ishlab turibsiz, klinikada, va u yerda hali sizda demak mana bu insonlar soni yetarli emas. Ma'lum bir oylardan so'ng siz mana shu raqobatda boy berasiz va bu shifoxonadan chiqib ketasiz. Aytaylik, bu biznesdan tark etishingiz mumkin. Ya'ni siz jon boshiga to'lov olayotgan bo'lsangiz, ma'lum bir oylarda mana bu yuqoridagi xavf sababli siz maoshsiz qolishingiz mumkin. Albatta bu holat biroz jiddiyroq mana bu yuqoridagi holatga nisbatan. Va uchinchi holat esa ya'ni ish haqqi. Albatta bu yerda siz yirik bir tashkilotda ishlayotgan bo'lishingiz kerak, ya'ni katta amaliyotlar bilan shug'ullanadigan joyda siz ishlayotgan bo'lsangiz, demak bu usul albatta siz uchun yaxshi hisoblanadi. Ya'ni kichik bir klinikalarda bu katta amaliyotlar bajarilmaydi va sizda jamoa ham shakllanmaydi va ish haqi ham o'z-o'zidan bu ko'rinishda bo'lmaydi. Demak, hozirgi paytda albatta mana bu ikkinchi usul borgan sari kamayib ketyapti, chunki jon boshiga to'lov bu shifokorlar uchun juda ham xavfli. Ya'ni xavfli deganimizda juda ham qo'pol ravishda aytyapmiz. Ya'ni bu hozir shifokorlar talab qiladigan holat emas. Ular ko'pincha demak xizmat uchun to'lovlarni talab qilishyapti va ish haqqi, ya'ni tashkilotlari, yirik tashkilotlarda xizmat ko'rsatuvchi shifokorlar albatta mana bu uchinchi holat bilan ish haqqini olishadi.